Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 11-apreldan 18-aprel kunigacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 15-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 14-aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 11-14-aprelda 10-15 daraja, 15-18-aprelda 8-13 daraja, kunduzi 11-14-aprelda 23-28 daraja, 15-17-aprelda 18-23 daraja, 18-aprelda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-17-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 11-13 va 16-18-aprelda 10-15 daraja, 14-15-aprelda 12-17 daraja, kunduzi 11-12-aprelda 23-28 daraja, 13-14-aprelda 25-30 daraja, 15-18-aprelda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11-12 va 16-17-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-15 va 18-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 11-12 va 17-18-aprelda 8-13 daraja iliq. 13-16-aprelda 10-15 daraja iliq. Kunduzi 11-12-aprelda 20-25 daraja, 13-15-aprelda 23-28 daraja, 16-18-aprelda 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11-15-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11-12-aprelda Qashqadaryo viloyatida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 16-17-aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 darajadan 12-17 darajagacha o'zgarib turadi. Kunduzi 11-12-aprelda 23-28 daraja, 13-14-aprelda 25-30 daraja, 15-aprelda 23-28 daraja, 16-18-aprelda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11-12 va 16-17-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-15 va 18-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 11-12 va 18-aprelda 8-13 daraja, 13-17-aprelda 10-15 daraja, kunduzi 11-12 va 16-aprelda 20-25 daraja, 13-15-aprelda 23-28 daraja, 17-18-aprelda 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi.
Harorat kechasi 11-14 aprelda 2-7 daraja iliq, 15 aprelda 5-10 daraja iliq, 16-18 aprelda 0-5 daraja iliq, kunduzi 11-15 aprelda 12-17 daraja iliq bo'ladi. 16-18 aprelda 3-8 daraja iliqgacha pasayadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.